Xitoy avtopromi ishqibozlari uchun bizda to'g'ridan-to'g'ri egalaridan Nissan L9 Ultra Restyling avtomobili sotuvda 2025-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, bosib o'tgan masofasi, probegi bor yo'g'i 4500 km. Rangiga e'tibor berasizlar, необычный ranglarda Narda Grey. Mashina deyarli yangidek holatda turibdi, yurganidan turgani ko'proq ekan, podzemniy parkovkalarda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Mashinani kuzovida hech qanaqa aybi yo'q, tekis holatda turibdi, qirilgan, sirilgan joylari ham yo'q. Ballonlari ham shu 4,5 ming yurgan ballon, o'zining zavodskoy ballon edi. Bu mana bundan bilsanglar bo'ladi, bronzoviy ramkalarda, ya'ni restyling varianti, ultrani restylingi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, saloni ham juda ham akkuratli, yangi mashina, 4,5 ming yurgan, hali hech narsa yurmagan, ko'rjalari ham ideal holatda turibdi. Master akkauntlar yoqilgan. Bu ham arzon narsa emas, ofitsial master akkaunt yoqilgan. Buni bilganlar biladi, buni перекидка qilsa bo'ladi. Keyingi oladigan odamga morda qismlari, ya'ni zona riski broneplyonka qilingan. Mashinaning egasi bonus sifatida VR ochki qo'shib berar ekan, olgan odamga bu ham $600 turar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, mashinamiz narxi $67 ming. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz.